Sizlar bilan hozir Error 6 va Error B ni farqini ko'rib chiqamiz va unga yechimlarni ham aytib o'tib ketamiz. Farqi Error B asosan kuchlanishdan chiqadi, Error 6 esa pedaldan chiqadi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman buni. Birinchidan pedal ulanmagan bo'lsa Error 6 chiqadi. Keyin shtekerini joyiga suqilgan u, lekin ishlamayapti. Shtekerni suqqanimizdan keyin rezinkasini chiqaramizda va 3 ta simga qaraymiz. Qaysidir biri chiqib qolgan bo'lsa ham ishlamaydi. Shtekerlarimiz suqilgan, simlari ham joyida, lekin baribir G6 chiqib turgan bo'lsa, servisga murojaat qilasizlar. Error 1 ga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, kuchlanish balandligidan, ya'ni standart holati 220 dan oshiq bo'lgan joylarda bu narsa kuzatiladi. Tok oqimi yaxshi, tok oqimi normal bo'lgan 220 joyda ishlatishimiz kerak. Agar uni imkoni bo'lmasa, agar baland bo'lsa, stabilizator qo'yishimiz kerak. Stabilizator qo'ygandan so'ng ham Error B ko'rsatyaptimi? Unda servisga, ya'ni bizga murojaat qilasiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lishni unutmang. Foydali kontentlar hali yana oldinda.